Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlarga savolimiz bor matematikadan. Agar to'g'ri javob bersalaringiz agar sovg'a beramiz. Kelishdikmi? Kim yechib beradi? Faqat 1 minut ichida yechib berish kerak. Yechib berasanmi? Keyva. Xo'p, agar 1 minut ichida yechib bersang 50 ming so'm beraman. Faqat eng oson usulda tushuntirib berishing kerak. Kelishdikmi? Ketdi, vaqt ketdi. Vaqt belgilaymiz 1 minut ichida. Hoppa, ketibdi. Qani shogird 50 ming ishlayotganmi yo'qmi? Ketdi. Hop. Zo'r. Krasavchik. Oho, tezlikka gap yo'q lekin. Nechisini o'qiysan? 8. Молодец. Zo'r. Buxorolik qiyomat shortlar bilan savol javob qilyapmiz. Xo'p. Vaqt tugadi. Молодец, krasavchik. Xo'p, uspet qilding, qani tekshiramiz. Birinchisi молодец to'g'ri, ikkinchisi вообще zo'r, uchinchisi вообще zo'r, to'rtinchisi krasavchik bo'ldi. Gap yo'q. 50 ming so'm ishlab oldi. Tabriklaymiz. 50 ming beribdi. Xo'p, молодец, 50 ming so'm ishlab oldi. Kursga borasan matematikadan yo'qmi? Hozir bormaysan, borgansan-a? Undan ham oson usulni o'rgataman. Qarab tur. 264 mana yozib hisoblab topding-ku. Undan ham tez bo'lishi uchun oson usul mana 6 bilan 4 ko'paytirib qo'yamiz. Nechi bo'ladi 6 kara 4? 24, 2 bilan 4 yozasan, u orasiga 2 ga 4 qo'shib qo'ysang tamom. 264 bo'ladi. Tushundingmi? 5 kara 44. Eng oson usul 4 kara 5 ko'paytirasan, 20 bo'ladi. Ya'ni orasiga 2 bilan 0 qo'shib qo'ysang 220 bo'ladi. Tushundingmi? 7 kara 22, 7 kara 2, ya'ni 14, 1 bilan 4 yozamiz, orasiga 1 ga 4 qo'shadi, 150 to'rani. Qalay o'rgatar ekanman? Zo'rmi? Farzandini kelajagiga befarq bo'lmagan ota-onalar diqqatiga. Sizlarga ajoyib yangiligim bor. Buxoroda o'zimni filialimni ochyapman. Bizning filialimizda Prezident maktablariga, Xorazm maktablariga, milliy sertifikatlarga, SATlar bo'yicha 0 dan ochiladigan guruhlarimga start berdik. Pastdan nomer qoldiraman, bemalol hozirdan telefon qilib, farzandlaringizni joylarini band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xohlasa 1 oy ichida ochilish qilamiz. Hammalaringizni kutib qolamiz. Suhbatda o'zim bo'laman, farzandlaringizni olib kelsalar, shaxsan o'zim tekshirib, olish qobiliyatlariga qarab, mos guruhlarga joylashtirib beraman.